2 dekabr Urganch shahrida Ma'mun universitetida bugungi bo'lib o'tgan tadbirda ish beruvchi hamda xorijda ishlashni istagan yurtdoshlarimiz o'rtasida qisqacha o'sha prezentatsiya bo'lib o'tdi. Prezentatsiyadan keyin ish beruvchi hamda ishchilar o'rtasida kichik suhbat tashkillashtirdik. Bu tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsadi o'zi tartibli migratsiya o'zi qanaqa bo'lishi, imkoniyatlari haqida ma'lumot berdi. O'ylaymanki, bu tadbirlarimiz ancha manfaatli bo'ladi yurtdoshlarimiz uchun. Ya'ni qonuniy yo'l bilan tartibga solingan migratsiya yo'li bilan xorijda qonuniy ishlash aslida o'zi qanaqa bo'lishi, kimga ishonish kerak, kimga hujjat topshirish kerakligi haqida qisqacha ma'lumot olishdi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Hozir topshirdik. O'zlari vakansiya bo'yicha gapdakalar Bolgariya nasib bo'yicha bedagi agentство bilan gaplashib, bizda faqat ingliz tili bor, jo'rab ikkimizda. Shuning uchun inglizcha intervyu topshirdik. Sharoitlar hozircha intervyu olinish sharoiti zo'r. Endi agar ishga o'tib bilsak, shartnomadan keyin arian taraf sharoitlarni ham ko'ramiz. Xotin-qizlar uchun yaxshi imkoniyat. Agar ketaman desalar, dum zo'r. Oyliklar ham yaxshi taklif etdilar bizga oyliklarni. Bemalol kelaveringlar. Aniq ekan hamma ishi. Gaplashib suhbatdan o'tdik hozirgina.